Qatarda o'tkazilgan U17 Jahon chempionati nimchorak finalidan o'rin olgan Italiya va O'zbekiston o'rtasidagi o'yindan keyin Islom Ismoilov Asilbek Aliyev bilan bo'lgan vaziyat haqida gapirdi. Futbolda bo'ladigan holat, Aliyev bilan bo'lgan voqeani ko'pchilik tanqid qilmoqda. Biz birinchi navbatda vatan sha'ni uchun o'ynayapmiz. Tanqid qilayotganlar ham bilsinki, biz bu yerda o'zbek xalqining g'ururi, or-nomusi uchun maydondamiz. Bunday holatlarda xato qilish mumkin emas. Sarsenbayev bilan bo'lgan vaziyatni futbolchilarga misol qilib ko'rsatganmiz. 1000 marta takrorlaganmiz. Har qanday holatda ham emotsiyani nazorat qilishingiz kerak deb qayta aytganmiz. Sariq va qizil kartochkalarimiz o'zi ko'p deb tushuntirganmiz. Yigitlar esa osonlikcha provokatsiyaga uchishdi. Mening jahlim chiqqaniga sabab biz bu narsani 100 marta emas, 1000 marta tushuntirgandik. Shu narsalarni eshitib turib yana shu ishni qildi. Asilbekka kerakli tanbehni berdim. Bu uning faoliyati uchun foydali bo'ladi. Bunaqa holatda futbolchi jamoasini qiyin holatga solib qo'yishi mumkin. Yechinish xonasiga kirganimizdan keyin men Aliyevga bir og'iz ham gapirmadim. Qo'llab-quvvatladim. O'sha holatda o'zim uchun to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Bu yigitlar yosh bola emas. Ular professional futbolga qadam qo'yyapti. 17 yoshli yigitning aqli joyida bo'ladi. Shu vaziyatda ogohlantirishlarga qaramay bizni gapimizga qarshi ish qilgani uchun tanbeh berdim. Asilbek bilan hammasi yaxshi. Uning ruhini ko'tarib qo'ydik. Bu normal holat. Vahima qiladigan narsa yo'q. Hech kimdan xafa emas deydi Islom Ismoilov.